Ogoh bo'ling, yana bir mudhish va shoshilinch xabar tarqaldi. Endi yotoqqa kirganingizda yostiq ostida nima borligiga ahamiyat bering va o'zingizni ehtiyot qiling. Farg'ona viloyatida erkak tushida ayolining o'ziga nisbatan xiyonat qilayotganligini ko'rib, uxlab yotgan xotinini o'ldirdi. Bu haqda Bu kun xabar berdi. Qayd etilishicha, ushbu voqea sodir bo'lgan tunda xotin har doimgidek uxlab yotishgan. Ayni o'sha tunda ular orasida hech qanday kelishmovchilik yoki janjal bo'lmagan. Tongi soat 4:30 da tushida ayolning xiyonatini ko'rgan erkak uyg'onib ketgan. U avvaldan yostig'i tagida pichoq olib yotishni odat qilib olgan. Erkak uyg'ongach, yostig'i ostida turgan pichoqni olib, ayoliga 13 marotaba urgan. Harakatlari xato ekanligini anglagan erkak tibbiy yordamga o'zi murojaat qilgan. Shifokorlar yetib kelganda esa ayolning joni allaqachon uzilib bo'lgan. Ma'lum qilinishicha, sudlanuvchining bu kabi gumonlari o'sha kuni paydo bo'lmagan. Avvaldan ayoli bilan asossiz gumonlar sabab janjallashib kelgan. 3 bolaning otasi bo'lgan sudlanuvchi Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish bilan 16 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Namangan viloyatining Pop tumanida amakisining turmush o'rtog'i va uning 2 farzandini o'ldirgan yigit umrbod qamalgan edi.